Assalomu alaykum, boyada. Xo'sh, nimaga kelding? Shunday o'zim sizni ko'rgani keldim, boyada. Sog'ib qoldik, xabar olib kelgandik bebosh. Yaxshi, barakalla. Sen meni oldimga bekordan bekorga kelmagan bo'lsa kerak. Bitta ish bilan kelgansan. Xo'sh, nimaga kelding? Haligi ammo borib, majburiy ijrodan kelish. Sizni so'rashdi, o'shani aytgan keldim. Xo'sh, tinglaychi. Nima qilib tushungan? Ro'zg'orda mendan boshqa ular bilan gaplasha oladigan odam yo'qmi? Ha, endi boyatani kamina to'lovdan qarzi bor. Uyni egasini chaqiring deb turib oldi. Xo'sh, undan keyinchi senlar nima dedilar? Shoshilib qoldiklar, boyata. Shoshganimizdan qo'yga hammasini to'laydilar. Uydalar deb qo'ya qoldi. Qadrlanganlar, nega uyda deysan? Uyni egasi siz bo'lgandan keyin uyda deymizda. Ularni hovliga kim kiritdi? Nega darvozani bekittirdilar? Boyada yashirincha ularga elektrisi uzib qoluvdi. Shuni to'g'rilayotgan edik. Kirib kelganida ko'rmay qoldik. Bola, og'zingga qarab gapir. Yashirincha ularga sirni ko'rdi deysanmi? Yo Parvardigor, nimalar qilib qo'ydilaring? Ko'rgan qo'ydikda. Nimaga ko'rmaysanlar? O'ylab gapiryapsan.